vaqtni ijod qilish degani nima? Hamda vaqt oltindan qimmat, vaqtni ching tutish kerak, vaqtni yaxshi boshqarish kerak deydigan bir yurish nazariyalar bor. Bumi o'z navbatida to'g'ri. Hamda mishada eng muhim bir narsa vaqt cheklik bo'ldi. Hamma odamning vaqti bir kuni 24 soat bo'ldi. Shunga bu yerda vaqtni ching tutish, vaqtni ilmiy boshqarish deganlar bir ayrim ilm bo'lib, bir nazariya bo'lib shakllangan. Bugun deydiganim mushu vaqtni yaxshi boshqarib qanchalik unumga erishgan bo'ldi. Amaliyotda haqiqiy vaqtni yaxshi boshqargan odamlar shu bir o'lish, mush 24 soatni yaxshi boshqargan odamlar emas, vaqtni ijod qilgan odamlar. Xo'sh, undaqda vaqtni ijod qilg'ili bo'lamdi. Uni ijod qilg'ili bo'ldi. Bu yerda bundaq bir necha masala bor-da. Odatda muvaffaqiyat qozongan bir cho'ng ishni qilgan odamlarning bir aloyidligi ular boshqalarning vaqtini setib ola oladi. O'zining vaqtini pulga aylantirish emas, boshqalarning vaqtini setib olish. Qanchalik to'van qatlamdagi odamlar bo'lsa, o'zining vaqtini sotadi. Dagon deymizda buni. Qanchalik yuqori qatlamdagi muvaffaqiyat qozongan odamlar bo'lsa, boshqalarning vaqtini setib oladi. Mashqisi bir-biriga ta'tir yo'nalishlik narsa. Hamda sharoit yer bergan mushu oldingi shart bilan amal va boshqalarning vaqtini setib olishimiz kerak. Boshqalarning vaqtini setib olish orqali o'zimizningki to'van darajalik xizmatini boshqalarga topshirib berish. O'zimiz vaqtimizni yig'ib eng yuqori qatlamdagi eng muhim ishni qilish. Bu amaliyotda shu vaqtni ijod qilgan bilan o'xshash. Albatta buning bir qadam bir jarayon ketadi. Sharoit, mablag', pul yor bergan ahvol ostida ondan boshqalarningki vaqtini setib olib bo'ladi. Shunga korxonchilarga men deyman, korxonachi cho'qim yordamchi qabul qilish kerak. Uni katibi bo'lish kerak-da. Chunki bir odamning turmushida nurg'un ushaq tushak ishlar bo'ladi. Har kuni xizmatda bo'lsin, mushu ushaq tushak ishlarni amal va to'van darajalik yordamchi odamlar qilish kerak. Ma odam shu yuqoridagi eng tas ishni qilish kerak. Chunki vaqt cheklik. Bir jihatdan vaqtni ijod qilib bo'lmaydi, yana bir jihatdan bo'ladi. Bo'ladiganimiz mishada bir masala biz boshqalarning vaqtini setib olsak, o'zimizning vaqtini uzartgan bo'lamiz. Ikkinchi masala vaqtga pishan qo'yish masalasi. Vaqtni qatlash, bir vaqtni ikkiga aylantirish. Bu yerda hamda biz yengadigan ajallik bir masala fursat tanarxi deydigan bir hukm bor iqtisodshunaslikda. Bu eng aqalli oddiy hukm, lekin mangu asqatadigan hukm, ham nurg'un odamlar xatolik o'tkazadigan hukm. Doktor To'lqin Qodir muallimning yillik korxonchilar klubini tushunmoqchi bo'lsangiz, tuvandagi undidor bilan aloqalashing. Ya'ni fursat tanarxi deganimiz biz bir ishni qilgan vaqtida yana bir ishdan quruq qolamiz. Mushu ishning tanarxi biz quruq qolgan, qilinmagan yana bir ishning tanarxi bilan o'lchindi. Chunki odam bir vaqtda cho'qim bir ishni qila oladi. Bir ishni qilgandan keyin yana bir ishdan ayrilib qoldik. Endi bu ikkinchi nazariyada mushu nazariyani biz yengishimiz kerak. Qanday yengimiz? Bu yerda vaqtga pishan qo'yish orqali yengimiz. Ya'ni shuy xov shovru degan dasm o'tgan. Uxlashdan keyingi kirim. Endi buning ma'nosi siz bir ishni qilgan vaqtida siz shu xizmatni qilmasangizmi pul kirib turadigan, unum bo'lib turadigan yana bir ishingiz bo'lgan vaqtida bu yerda vaqtga pishan qo'ygan bo'lsangiz, ya'ni uxlab yatsangizmi kirim ko'p bo'lsin demoqchi. Masalan, mundaq bir masal tamsil bor-da. Bir qo'ychi bola bilan bir o'tin teradigan o'tinchi bolaninki hikoyasi. Ikkisi birga o'ynaydi. O qo'ychi bola qo'yini jangalga qo'yib qo'yib, o'tinchi bola bilan o'ynaydi. O'ynagandan keyin ikkisi o'xshash bola, o'xshash o'ynadi. Lekin bu vaqtda o'tinchi bolaning ishi qolib qoldi. U o'ynasa o'tin yig'ish, o'tin terish to'xtab qoladi. Lekin qo'ychi bolaning ishi to'xtab qolmaydi. Qo'y u yerda yaylaverdi, bola o'ynaverdi. Demak, bu yerda bir ishni bu yerda qatlagan xarakter bor-da. Endi bu yerda bu qo'ychi bola bu yerda vaqtga pishan qo'yish degan qoidani bilmasimi, mashning xarakteri shunga tushadi. Ya'ni biz qanday qilib mushu bir ishning vaqtida yana bir ishni qo'shib qilish, vaqtni qatlash, mush ishni amalga oshira olsak, ya'ni vaqtga pishan qo'ya olsak, ondan bizning vaqtimiz amaliyotda shu ijod bo'lgan bo'ldi, ko'paygan bo'ldi.